ilojsiz onalar meni tushunadi. Hech kimni bolasi kasal bo'lmasin. Videoda ko'rib turgan bolani srochni operatsiya qildirish kerak. Quloqlari umuman eshitmayapti. Bu bolachani qulog'ini operatsiya qildirib, quloqlarini davolatish kerak. Xohlaganlar borib ko'rishi ham mumkin. To'g'ri, biz bloger emasmiz, lekin qo'ldan kelgancha mana shu videoni repost qilib tarqatinglar. Iltimos. Assalomu alaykum. Men video murojaat bilan chiqyapman sizlarga. Ismim Madina. Meni o'g'limning quloqlari eshitmayapti. Menga srochni pul kerak. Davlat tarafidan $20,000 deyapti operatsiyasiga. Частный vrachlar $60,000, $80,000 deb aytdi. Men davlat tarafidan bu operatsiya apparat sotib olishim uchun shuncha pul ketar ekan. Hozirda dokumentlari ham hal bo'lmayapti. O'zim Rossiyaga qaytib kelganman, opamga bolamni tashlab. Chunki ishlashim kerak. Har bitta doktorga borsangiz, hammasi pul, hamma analizlarga pul so'rayapti. O'shaning uchun hozir men sizlardan yordam so'rab chiqdim. Iltimos, agar iloji bo'lsa yordam beringizlar. Ilojini topmasangizlar, duo qilingizlar. Bolani ko'rdinglar, onasini ham ko'rdinglar. Uyiga borib bemalol ko'rib, o'zingizlardan, qo'lingizlardan kelgancha yordam bersanglar ham bo'ladi. Pastga manzillarini ham yozib qo'yaman. Karta raqamlarini ham yozib qo'yaman. Qo'lingizlardan kelgancha iltimos yordam beringlar. Chunki haqiqatdan juda ham srochni bolaga operatsiya qilish kerak. Kim qo'lidan qancha miqdorda kelgancha mana shunaqa ulug' kunlarda yordam bersanglar, Xudo xohlasa savob bo'ladi. Albatta Xudo xohlasa yaxshi bo'lib ketadi, men buni bilaman. Inshaalloh sizlarni ozgina ko'maginglar bilan albatta zo'r bo'lib ketadi. Muhammadjon bolamiz. Kim mana shu videoni ko'rgan bo'lsa, iltimos qo'lingizlardan kelgancha yordam qilinglar.